Assalomu alaykum o'rtoqlar. Damni olib turdik. Soat 5 bo'ldi rossiyskiy vaqt bilan, O'zbekiston vaqti bilan 7. Bugun 2-may. Xullas Volgograddan o'tdik. Saratovga yo'lidamiz. Endi Saratov qaydasan deb yuramiz. Saratovga yetib olsak, Samara qaydasan deb, Samaraga yetib olsak, Orenburg qaydasan, Orenburgga yetib olsak, Granitsa qaydasan deb ketaveramiz endi. Qani ketdik unda. Прямо 33 километра. Radar 90'da 200 metr. Yuragimga qoyilman har soniya bitta. O'rtoqlar, gazimiz tugab qoldi. Zapravkaga kirdik. Saratovga ham 100-120 kilometr qoldi shekilli. Navigatorimiz ko'rsatmayapti, GPS'lar yo'q. Uzib tashlagan navigatorlarda urush bo'layotgani uchun shu tarafdan kelyapmiz. Biz bu tarafga qarab ketamiz. Yo'l remont ekan o'rtoqlar. Probkada turib qoldik.
o'rtoqlar, Saratovga kirib keldik. Xullas, Gorod Saratov faqat Abez yo'l bilan o'tib ketyapmiz. Bari shahar ichiga kirilmaydi, oblastdan oblastga o'tayotganda liboy yerdan. Shahar mashada 1-2 kilometr ichkarida biz Abez yo'l bilan kesib o'tib ketyapmiz. Uje Saratovga kirib keldik. Endi Samara qaydasan deb Samara tomon ketamiz. Yana yo'lda to'xtashlar ko'p bo'ldi. Shu biz mashinani ko'rsanglar, uzoqdan yugurib chiqib to'xtatishadi ular. Birargilari dokumentni ko'ribroq qo'yaveradi. Birargilari ushlab turgisi keladidan qo'liga dokument topib olib umidvor bo'lib, dokument hamma yo'q joyida. Shu bir narsadan umidvor bo'lib turishadidan vaqtni oladi. Shuning uchun ko'p vaqt bateriya qilib qo'yyapmiz. Soat 12:00. Местное время bo'yicha 12:00. Mana Saratov vaqti bilan. O'zbekistonning vaqti bilan 2:00. Shunaqa gaplar. Endi shu syomka qilay desam, to'g'risi rosa yomg'ir quyadi endiroqda. Sovuq tashqari. Keyin mashinada syomka qilib qo'ydim. Tashlab ketgan mohimiz. O'rtoqlar, Saratov shaharidan chiqib oldik. Samara yo'nalishiga tushib oldik. Uje bu yoqda qoldi Saratov. Endi o'sha oldimizda Samara. Samaradan keyin Orenburg. Orenburgdan keyin Qozog'istondagi oblasti. Yana Samaraga salkam 400 kilometr bor ekan. U yog'i ham Orenburggacha ham yana xuddi shunaqa 400 kilometr bo'lsa kerak. Orenburgdan chegaragacha 200 kilometrdan oshiqroq. Sizga zuhro
mehri tanali sochimga tushgan zamin tanali o'rtoqlar, Rossiyani yo'llari zo'r deydiyorlarga. Ha, Rossiyada ham juda bir raso yo'llar bor, bo'lmasa trassa mashi ham. Bitta oblastdan ikkinchi oblastga ulaydigan yo'l. Mana yo'lda ahvoli ko'ringlar. Mana ko'rdinglarmi? 30-40 kilometrlab mana shunaqa yo'llar ham bor. Bu yo'l hozir Saratov bilan Samarani bir-biriga bog'laydigan yo'l. Kerak bo'lsa 10 soatlab ham yuramiz bu yo'llardan. Yoz bilan bir yer remont qilsa, ikkinchi yer mana shunaqa bo'lib turaveradi. Xullas, mana shunaqa yo'llar ham bor o'rtoqlar. 3 soatdan beri yurib kelyapman mana shunaqa yo'lda. Mana shu yo'llar charchatib qo'yadi. Masalan, 3 soatda 200 kilometrni bemalol yurishimiz mumkin. Agar shu trassada yaxshi yo'l bo'lsa, hozir 3 soatdan ko'proq yurdik. Bo'lsa qancha bir 20-30 kilometr yo'l yurdimda, rosa yurgan bo'lsa ham bundan oshiq emas. Vaqtni mana shu yo'llar ushlab qoladi. Yo'lda tilamchilar bor, hammasi bir xil forma kiyib olgan u tilamchilar. Haligi ajrab turishligi uchun. Men ashlarga ko'proq to'xtab qo'yamiz. Ular haligi bizni boshqalardan ajratib olsin deb qo'lida bir tayoq ham ushlashib oladi. Shunaqalar ham vaqtimizni ko'p olib qo'yadi. Salom, mana shu yo'ldan chiqib olsak, yana tezroq yurishga harakatini qilamiz. Hozir mening mo'ljalim bo'yicha kechqurungi Orenburgga kirib borishim kerak. Ratchotim ashunga to'g'ri keladi aytaman, hisoblab ko'rganimda. Endi bilmayman kechqurun qayergacha yetib boramiz. Samaraga yetganimiz yo'q. Saratovdan o'tib ketganmiz. Narqalay sal yaxshiroq yo'l chiqib qoldi, mana sal tezladik. 50-60 ga chiqdik mana endi. 20-30-15 km haydayotgandik. Maqtab turdim. Mana chuqurga tushdim. Ertaman Rossiya soati bilan soat 5 larda o'sha yo'lga chiqishni boshlaganman. Endi videoga ham bor bu. Shu 5 lar atrofida yo'lga chiqdim. Hozir 15-20 bo'libdi. U degani 3,5. Endi qancha bo'ladi bu yoqda? 7, bu yog'i 3.
10 soat bo'lyaptimi? 10 soatdan beri yo'ldamiz. Endi kimdir aytishi mumkin 10 soatda 1000 kilometr yo 1,5 kilometr yurish mumkin deydi, lekin unchalik emas. Saratov bilan Samarani o'rtalig'i 400-450 kilometr. Shu 10 soatning ichida alashini bosib o'tganimiz yo'q. Saratovga yetgan bo'lganimizda ham, Samaraga yetgan bo'lganimizda ham 450 kilometr yurgan bo'lardik. Shu yerdaman turib yo'lga tushganimizdan beri hali yetib borganimiz yo'q. Nasib qilsa 1-2 soatlarda kirib boramiz. Undan keyin Orenburg qaydasan deb bu yoqqa qarab yo'lga tushamiz. O'rtoqlar, mana va nihoyat Samaraga ham kirib keldik. Samara shahrining ichiga kirmaymiz, yana Abez yo'li bor. Abez yo'ldan Orenburg yo'liga o'tib olamiz. Samara mana shu yerdan bir 10 kilometr shu tepa tarafda, chap qo'l tarafimizda shahar ham ko'rinib turibdi. Boshlanishi 10 kilometrmi, 8 kilometrmi? Ehtimol mobil radar. Samarani aylanma yo'lidan 600 metr. Orenburg yo'liga o'tib olyapmiz. Mana soatimiz 17:32 bo'libdi. Orenburg vaqti bilan. Endi O'zbekiston vaqti bilan necha bilmayman. Moskva bilan Orenburg ham farq qilsa kerak soati. Endi Radar yo'q. Orenburg yo'liga tushib olsak, Orenburg qaydasan deb ketamiz. Orenburgga ham kamida bir 4 soat, 5 soat yuriladigan yer, men undan ham ko'p yurilsam kerak. Chunki tepada yuk bor. Kamiga yo'ldagi tilanchi akalarimiz to'xtatib sadaqa qiling deyish mumkin. Shunda ancha vaqt yo'qotaman. Navigatorlar ham yaxshi ishlamagani uchun yana kamiga yana ko'proq vaqt yo'qotamiz. Boshqa yo'llarga sovoryapti. Bilgan yerlarimda bilib ketib qolyapman. Bilmagan yerlarimda endi navigator boshqa yo'lni ko'rsatsa, shu yo'lga qarab ketib qolyapman. Mana emasa Orenburg qaydasan deb Orenburgga qarab yuramiz endi o'rtoqlar. 100 metr. Orqa tomondan radar. Radar 90'da 600 metr. Siz radar ta'sir hududidasiz. Radar 90'da 200. Mana o'rtoqlar, shunday qilib Samaraga ham kirib keldik. Samaraga 8 kilometr ekan, Orenburgga 419 kilometr ekan, Moskvaga 1084 kilometr ekan. Hozir vaqt Moskva vaqti bilan 6:00 bo'ldi. O'zbekiston vaqti bilan 8:00 6:00 bo'lgan bo'lsa, ertaman soat
5 da yo'lga chiqqanmiz, mashinaga o'tirganman. Mana kecha 6 bo'libdi. 10 soatdan beri yo'lda ekanman. Hali yana yuramiz. Kuch-quvvat berib tursa, shu 419 kilometrda ham yuraveramiz Orenburgga. Qancha uzoqlarni yaqin qilasan, tuproqni ham elab oltin qilasan, o'zingdan o'tganim o'zing bilasan, taqdirga tan berma buyukchilikda. Поверните направо, а затем съезд. Поверните направо. Umiding yo'qotma, etagidan tut, besamar ketkizgan umringni o'tib. Прямо 64 километра. Bo'lmaydi yengchilikda. Yo o'rtoqlar, xullas Orenburgga 100 kilometr qolganda chidamay qoldim. Chegaraga yana 300 kilometrdan oshiq nima bor? Yo'l bor. Orenburgga 100 kilometr qolganda chidamay qoldim. Ertaman sahar 5 da o'tirganman mashinaga. Hozir Moskva vaqti bilan 10 bo'ldi, O'zbekiston vaqti bilan kechasi 12 bo'ldi. Yetmaydi. Gastiniца bor, shu yerga to'xtadim. Gastiniца ham yo'q. Chaqirib ko'ramiz. Agar ochib beradigan bo'lsa gastinicada, bo'lmasa mashinada ham uxlayveraman. Charchadim. Mana bugungi kun ham tashna bo'lib o'tdi. Ertaman soat 5 da Volgogradda yo'ldan chiqib oldik. Ashunda dam oldim. Saratovdan o'tib keldik, Samaradan o'tib keldik. Orenburgga kelganda 100 kilometr qolganda charchab qoldim. Endi qo'yganni ertaman davom ettiramiz o'rtoqlar.